O'tkazib yuboring. Bizda kambag'al bolalarning gapi hech kimga yoqmaydi. Shu videoga like bosib, kommentariya yozib, assalomu alaykum degan kambag'al bolalarga assalomu alaykum. Sizlar kimni qo'llaysizlar bilasizlarmi? Dubaylarda yurib, Amerikalarda, Shvetsariyalarda yurib, sizlarning pullaringga, donatorlar pullariga, diskoteka ichib, fohishalar bilan birga yurganlarda videosiga like bosasizlar. Bizga o'xshagan qora mehnat qilib, o'zini kuchi bilan 4 ta non olish uchun nonni o'zi kifoya bo'ladigan bolalarning gapi yoqmaydi. Biz TikTokka kirib keldik, lekin TikTokda otadan so'ktirmadik, onadan so'ktirmadik, birovni ayolini so'ktirmadik. Biz ota-onani, sizni otangiz, sizni onangiz biz uchun ona va ota hisoblanadi. Biz yetim katta bo'lganmiz. Ota-ona nima bo'lsa, biz uchun jannat ota-onalar oyog'i ostida. Shu videoni ko'rib turgan inson, bitta like bosa olmaysanmi? Bitta komment yoza olmaysanmi? Qora mehnat qilib turgan bolalarga va yurt uchun ota-onasi uchun ishlayib turganlarga assalomu alaykum. Hammaga rahmat.